Agar siz ham ingliz tilini o'rganishda shu 3 ta xatoni takrorlayversangiz, ingliz tilini hech qachon o'rgana olmaysiz yoki o'rganishga ko'p vaqt yetkazasiz. Assalomu alaykum. Ismim Abbos va Innovation English School'da main teacher lavozimida ishlab kelaman. Bu videoda ingliz tili o'rganuvchilari top 3 ta eng katta qiladigan xatolar haqida gaplashamiz. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz ham qaysi xatoni qilayotganingizni bilib olasiz. Birinchi xato, bu eng ko'p tarqalgan xatolardan bo'lib, ko'pchilik ingliz tili o'rganuvchilari grammatik qo'llanmalarni yodlashga juda katta e'tibor berishadi. Bu yaxshi, lekin bitta muammo bor. Grammatika bu qoidalarning to'plami, gapirish esa bu ko'nikma. Chunki real hayotga qarasak, inglizlar gapirayotganda grammatik haqida o'ylamaydi, xuddi biz kabi. Kimdir aytadi, I go to school yesterday. To'g'ri, bu yerda grammatik xato bor, lekin ingliz baribir kecha maktabga borganini tushunadi. Shuning uchun ingliz tili o'rganishda qoidalarni yodlab olmang, balki asosiy maqsad muloqot qilish bo'lsin. Ikkinchi xato bu tarjima qilib o'ylash. Bu ham eng katta muammolardan biri. Ko'pchilik inglizcha gapirmoqchi bo'ladi, lekin avval o'zbekcha gap tuzadi, tarjima qiladi, qoidalarni tekshiradi, keyin gapiradi. Keling, bu jarayon qancha vaqt oladi deb o'ylaysiz? 5-6 soniya. Balki shuning uchun ham ko'p o'quvchilar gapirishga qiynalsa kerak. Misol uchun, o'zbekcha o'ylaydiganlar. Men hozir maktabga ketyapman. I now school going. Inglizcha o'ylaydiganlar esa I'm going to school. Ikkinchi gap bu tarjima emas, aksincha, holatga mos avtomatik ibora. Bu holatni yaxshilash uchun nima qilish kerak? Seriallarni subtitrsiz ko'rishga harakat qiling. So'zlarni tarjima qilib emas, aksincha, gaplar tuzish orqali yodlang. Uchinchi xato. Deyarli hamma kursga borsam, tilni o'rganishim oson bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin kurs sizga faqat yo'l ko'rsatadi. Ammo ingliz tilining 70-80% ko'nikmasi kursdan tashqari holatda shakllanadi. Uyga borib ingliz tilini umuman ishlatmaydiganlar, ya'ni qo'shimcha dars qilmaydiganlar juda ko'p. Natija esa ularda shunchaki yo'q. Shuning uchun ham kuniga eng kamida 20-30 daqiqa speaking qiling. Turli xil YouTube, podcast, kitob va qisqa dialoglar ko'ring va eshiting. Ingliz tilini hayot tarzingizga aylantiring, chunki bu ham sport kabi. Agar rivojlanishni istasangiz, doim mashq qilishingiz zarur. Ingliz tilini tez va samarali o'rganishni istasangiz, sizga mos metodikani Innovation English School bera oladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki pastdagi havola orqali kurslarimizga ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang.